Sizga zo'r savol topdim. Germaniyaga kelganingizdan keyin eng g'alati tuyulgan narsa nima? Yemagan somsenga pul to'lash. Qanaqa qilib bu? Hozir ko'rsataman. Hamma odam registratsiya o'tgandan keyin mana bunaqa xat keladi. Bu radiodan to'lov, radio va televideniyadan ko'rasizlarmi, ko'rmaysizlarmi, eshitasizlarmi, yo'qmi, farqi yo'q. Registratsiya qilganingizdan keyin hamma majbur bunga to'lashga. Misol uchun, bitta kvartirada ikkita odam registratsiya bo'ldi deylik, er-xotin. Ikkalashi ham to'lash majburmi? Albatta yo'q. Bitta odam bitta kvartiraga to'laydi. Biz Germaniyaga kelgandan keyin, ayolim bilan registratsiya qilganimizdan keyin bizga ikkita shot keldi radiodan, lekin biz ikkalasiga to'lashimizga majbur emas. Chunki bitta kvartiraga bir marta to'lanadi. Telefon qilib atmay qilmasanglar, u shot sizlarga protsent yozib yotaveradi. Va keyin radioni har 3 oyda to'lanadi. Xohlasanglar har yarim yilga to'lasanglar bo'ladi yoki 1 yil oldinga to'lab qo'ysanglar ham bo'ladi. Lekin to'lovini prasrochit qilsanglar, sizlarga protsent yozib yotishi mumkin. Sog' bo'linglar.